Uhud g'azoti. Quraysh doiralarining o'ch elish urushiga tayyorlik ko'rishi. Makka xalqi Badr voqeasidagi ig'ir talofatdan keyin musulmonlarga qarata o'chmanligi qattiq kuchayib ketdi. Bo'libmi, yuqori darajalik amaldor va alamdorlardan vaqtsiz ayrilib qolganiga qayg'urib turganda, Qarda voqeasi ularni go'yo qo'qasga ko'mgandek beorom qilibdi. Natijada butun Makka tavasida intiqom elish va o'ch elish kayfiyati yuqori pallaga ko'tarildi. Hatto mas'ul doiralar musibatdor oilalarni o'liklariga yig'lab ovoz ko'tarmaslikni va qarshi tarafga o'zlarining qayg'u-alamlarini sezdirmaslik uchun asirlarni oldirab to'lam-to'lab qutqizib kelmaslikni topildi. Shundoq qilib, ular uzoq o'tmay musulmonlarga qarshi keng ko'lamli urush qo'zg'ab, ochchig'ini chiqarib olish va antini elib olish qaroriga kelishdi va bu urush uchun keng ko'lamda tayyorlik qilishga kirishdi. Ikrama ibn Abu Jahl, Saffon ibn Umayya, Abdullah ibn Abu Rabi'a va Abu Sufyan ibn Harb qatorliqlar urushga tayyorlik ko'rish korpusini tashkilladi hamda o'zlari eng zo'r kuch chiqardi. Ularning bu jihatda ishlagan tunji xizmati Abu Sufyan qutqizib kelgan Hilqi Badr fojiasini keltirib chiqargan karvonning mollarini ioniga tutish bo'ldi va mol egillariga so'zlab, Quraysh xalqiga ayonki Muhammad bizga tig' tangladi. Yaramli, qobiliyatli odamlarimizni o'ltiribdi. Shunga bu mollaringlarni oningdan qisos elish urushiga ioni qilinglar. Pul bo'lsa hamma ishni qilg'ili bo'ladi. Bu qatim oningdan intiqomimizni ola olsak ajab emas, dedi. Mol egillari mas'ul doiralarning chaqiriqiga ovoz qo'shdi. Shuning bilan ular bu mollarni setib, urushga kerakli qurol-yaroq va qatnash aslahalarini sapladi. Natijada 1000 tuga va 50 ming dinar oltin tal qilindi. Bu vaqtda Alloh taolo tövendiki oyatni nozil qildi. Shubhisizki, kofirlar mol-mulklarini boshqalarni Allohning yo'lidan to'sish uchun sarf qiladi. Sarf qilgandan keyin ularning mol-mulklari ularga hasrat elib keladi. Oxiri ular yig'iladi. Qur'oni Karim Sura Anfal 36-oyat. Ular buni qo'lga keltirib bo'lgandan keyin keng ko'lamda iona to'pladi. Oqqun Habashilar va Arab qabilalarining Kanana va Tahama aymoqlaridan bo'lib, musulmonlarga qarshi turishni xohlaydiganlarning hammasi bilan aloqalashib, iona yo'llarini keng ochdi. Ular bu urushga tayyorlik qilish uchun har xil usullarni qo'llandi. Hatto Saffon ibn Umayya Badr urushida asirga tushib qolib, Rasululloh uni to'lamsiz qo'yib va uningdan musulmonlarga qarshi har qanday harakatga qatnashmaslikka ahd olgan shoir Abu Izzani setib olib, uning she'riyat jihatdagi qobiliyati bilan arab qabilalarini musulmonlarga qarshi kuch kiritishga va ularning o'chmanligini qo'zg'ash xizmatiga soldi. Uningga urushdan sog'-salomat qaytib kelsa, nurg'un mol-dunyo berib, boy qilib o'tadiganligini, bo'lmagandimi qizlarning kiyinligini yaxshi o'rinlashtiradiganligini va'da qildi. Abu Izza uning gapiga aldinib, har qaysi qabila xalqini o'zining ajoyiy she'rlari va hissiyotli ohanglari bilan musulmonlarga qarshi kuch kiritdi. U bu qitim musibatdor xalqning yarisiga tuz sepadigan gap so'zlar bilan ularning jang qizg'inligini yuqori ko'tardi. Buningdan boshqa yana Musafi ibn Abdumanab ismli yana bir shoir kishini mushu vazifaga soldi. Abu Sufyan Saviq, ya'ni Talqon g'azotida ko'zlagan maqsadiga yetolmayli qolmasdan, balki ko'pligan ta'minotidan ayrilib, nurg'un chiqimdor bo'lib qaytib kelgandan keyin musulmonlarga qarshi harakat qo'zg'ashga alohida kuch chiqardi. Yaqinda Zayd ibn Haris qo'shoni tarafidan Qurayshlarning iqtisodiy kuchining belini sundirib tashlagan ig'ir ziyon ularning dard almiga yog' chechib, qayg'u hasratini g'azab-nafrat kuchiga aylantirgan edi. Buning bilan Qurayshlarning musulmonlarga qarshi qo'zg'aydigan hal qilg'uch jangga tayyorlik ko'rish xizmatlari jiddiy ishlandi. Quraysh qo'shonining harbiy kuchi va rahbarlik qatlamining o'rinlashtirilishi. Badr fojiasiga saq 1 yil to'shqan kunlarda Makka doiralarimi allaqachon tayyorliqlarni bitkizib, harbiy hozirliklarni tal qilib bo'lgan edi. Makka tavasidagi har qaysi Quraysh qabilalari, ularning ittifoqdoshlari hamda Oqqun Habashilardan bo'lib 3000 mushrik rasmiy safga tizilib otlanish buyrug'ini kutib turdi. Quraysh askarlari o'zlarining or-nomusini va izzat-hurmatini qo'g'dash uchun bo'lsa-mu, jon fido qilib urushsin uchun ayollardanmi jangga qatnashishni xohlaydiganlarni birga elib olishni muvofiq ko'rdi.
Buning bilan 15 ayol safga qitildi. Qo'shinning qatnash quroli uchun 3000 tuga jam qilindi. Atlıqlar qo'shini uchun 200 at hozirlandi. Ular bu atlarni yo'l bo'yi cho'ng qo'shiniga qatmay boshqa yo'llar bilan ayrim elib mangdi. Mudofaa qurolidan 700 savut taqlandi. Markaziy bosh qo'mondonlik Abu Sufyan ibn Harbga markazlashdi. Xolid ibn Valid atliqlar qo'shinining qo'mondoni Ikrama ibn Abu Jahl muavin bosh qo'mondon bo'ldi. Alam yanila Abu Dar jamoatiga tutqizildi. Makka qo'shini yo'lga chiqdi. Makka qo'shini mana mushundoq to'liq tayyorlik va harbiy hozirliklar bilan Madinaga qarab yo'lga chiqdi. Kona yangi qisas o'tlari, oshkora va yoshirin adovat uchqunlari ularning dillarida chaqmoq chiqib, yaqin pat orada dahshatlik bir qon to'kilishdan derak bermoqda edi. Rasulullohning xabarchilari dushmanning harakatini inkos qildi. Rasulullohning tog'isi Abbas ibn Abdul Muttalib dushmanning barliq harakatlarini va harbiy tayyorliklarini boshdan oxir kuzatib turgan edi. Dushman Makkadan qo'zg'alib yo'lga chiqqan hamon Abbas Rasulullohga jiddiy maktub yo'llab, dushman ahvolini tafsiliy xabar qildi. Abbas radhiyallohu anhu ning omonatini topshirib olgan elchimo masalaga jiddiy qarab, intayin tez surat bilan yo'l yurib, Makka bilan Madina o'ttirsidagi 500 kilometrdek musofani 3 kunda besib, omonatni Rasulullohga sog' salomat yetkazib berdi. Rasululloh bu chaqda Quba masjidida edi. Rasululloh xatni topshirib olgandan keyin Ubay ibn Ka'bga tutqizib, mazmunidan voqiflandi va uni hech kishiga tinmaslikni toplab qo'yib, oldirab Madinaga qaytdi. Muhojir va ansorlarning peshqadamlari bilan bu vaqtda fikrlashdi va muzokara olib bordi. Musulmonlarning harbiy holatga o'tishi. Butun Madina umumyuzlik harbiy holatga o'tdi. Erlar kecha-kunduz qurolliq yurdi, hattoki tuyuqsiz biror vaqa yuz berib qolishning ehtimoliga qarta namozlardimi qurolidan ayrilmadi. Ansorlardan bir bo'lik kishilar, ularning ichida Sa'd ibn Mu'az, Usayd ibn Huzayr va Sa'd ibn Ubadilarmi bor edi. Tashkillanib Rasulullohni qo'g'dash vazifasini o'tadi. Ular kechalari Rasulullohning eshik tuvida qurolliq turib muhofizatchilik qiladi. Yana dushmanning ushtumtut bostirib kirib, Madinada vaqa paydo qilishidan ansirab, Madinaning har qaysi kirish eg'izlariga va chidir yo'llariga chorlug'uchi va muhofizatchilar qo'yildi. Musulmonlar chorlug'uchi qismi dushman harakatini kuzatish uchun mushriklar Madinaga hujum qilib qolgan taqdirda mengish ehtimoli bo'lgan barliq yo'llarni navbat bilan aylanib chorlab turdi. Makka qo'shini Madina tavasiga yetib keldi. Makka qo'shini aslida g'arbiy cho'ng yo'lni bo'ylab mengib, davomliq olg'a ilgirlab, Abwa degan yerga yetib kelibdi. Abu Sufyan ibn Harbning ayoli Hindi binti Utba Rasulullohning onasining qabrisini echib, jasadlarni tashlab etish taklifini o'ttirg'i qo'ydi. Biroq qo'shin rahbarlari bu taklifni rad qildi. Bundaq qilganda o'zlariga yomon oqibatlarning kelib chiqishidan ansirab, ondan yana yo'lini davomlashtirib Madinaga yaqinlab keldi. Bu yerda Aqiq vodisidan o'tibla o'ng'i burilib mengib, Uhud teg'iga yaqin Madinaning shimolidagi tuzlang sho'rliq zaminning Aynayn deb atiladigan bir yerga kelib tushdi. Hamda mushu yerga harbiy bargoh tiklab o'rinlashdi. Bu Hijriyaning 3-yili Shavvol oyining 6-kuni juma edi. Mudofaa plani haqida kengayish. Madina axborotchilari Makka qo'shini to'g'riliq orqam-orqa xabar yetkazib turdi. Axborotchilar eng oxirgi qitim ularning Aynaynga bargoh ta'sis qilganligini doklad qildi. Bu chaqda Rasululloh sahobalar ichida yuqori darajaliklar harbiy kengash yig'ini chaqirdi. Yig'inda dushmanning bu qitimqi tajovuzchilik harakatiga qarta qandoq taqobil turish haqida yig'in qatnashchilari bilan fikr almashtirdi va ularga shu kechis ko'rgan mundaq bir tushni so'zlab berdi. U mundaq dedi: "Men inshaalloh yaxshi tush ko'rdim. Tushimda bir kala bo'g'izlanganmish. Qilichimning bisi ozroq o'chiqmish va qo'limda nihoyat mazmut bir savutni mahkam tutayotgandekman," dedi. Va yilqi bo'g'izlangan kalini o'z ashablaridan bir qancha kishining shahid bo'lib ketadiganligiga, qilichidagi ozroq uchuqliqni o'z jamoatidan birsining chiqim bo'ladiganligiga va qo'lida ching tutib olgan yilqi savutni Madina Munavvaraga o'rib o'z tushiga ta'bir berdi. U mundaq dedi:
Meningcha biz Madinadan chiqmay puxta mudofaalanib turaverayli. Navoda mushriklar hujum qilib kirsa, erlar ko'cha do'qmushlarda, ayollar uy imorat o'gzillaridan tosh tashlab zarba bersin. Ammo ular bargohida yetaversa, bizga hech foyda ziyni yo'q. Mushriklar o'zlari chiqimdor bo'ladi xolos, dedi. Mana bu dono fikr bo'lgan edi. Biroq o'ylamagan yerdan bu fikrga tunji bo'lib munofiqlarning katibishi Abdullah ibn Ubay ibn Salul qo'shildi. U bu yig'inga o'zining Hazrat peshvolarining biri bo'lish sifati bilan qatnashgan edi. Aniqki, uning Rasulullohning bu fikrini og'zidan chiqarib bo'lguncha darhol qo'llab ifoda bildirishi hargiz uning fikrini harbiy strategiya jihatda to'g'ri, dono fikr bo'pti deb emas, balki o'zini urushdan qochirib qolish fursatiga erishib olish uchun shunday qilgan edi. Ammo uning o'y planlarini hech kim bilmaydi. Alloh taolo Abdullah ibn Ubay va uning odamlarini musulmonlar oldida tunji qitimliq yelisidila rasvo qilishini, ularning islomni da'vo qilib, ammo dillarida kufri va munofiqlikni yoshirib yurayotgan pastkashlik niqobini echib tashlashni va musulmonlarga ularning beshiga kun tushganda to'n salilari, yaktaklari ichida tipirlab qoladigan zaharlik yilon chayonlarni bir qatim ko'rsatib qo'yishni xohladichig'i o'ylamagan yerdan bu fikr rad qilinib ketdi. Badr urushida jangga qatnashish fursatidan mahrum qolgan bir bo'lik fozil sahobalar Rasulullohga dushmanning oldiga chiqib urushish taklifini berib, qattiq ching turdi. Hatto ularning ichidan biri so'z qilib, "Ey Rasululloh, biz uzundan beri mushundaq bir sharafli kunni orzu qilib kelyotdik va Allohdanmi tilab yuratdik. Oxir Alloh bu kunni bizga muyassar qilibdi. Orzuyimiz amalga oshadigan bo'pti. Bizni dushmanning oldiga boshlab chiqqan. Ular bizni qo'rqdi deb qolmasin", dedi. Mushriklarning oldiga chiqib, naq maydonning o'zida bir taraf bo'lishni qizg'in orzu qiladigan jangxumar azmat botirlar ichida Rasulullohning tog'isi Badr urushida o'zining qilichvozligi bilan nihoyat zo'r tuhfa ko'rsatgan Hamza ibn Abdul Muttalibmi bor edi. U Rasulullohga: "Sana Qur'onni nozil qilgan Alloh bilan qasamki, men ular bilan Madina sirtida qilich so'qishtirmoqchilik eg'zimga uvoq solmayman", dedi. Rasululloh jamoatning fikri oldida o'z ra'yini izohlab o'ltirmadi. Natijada eng oxirgi qaror Madinada dushmanning tegish qilishini kutib o'ltirmay, naq maydonga chiqib, tig'ma-tig' elishib, mardona bir taraf bo'lishga tayin topdi. Islom qo'shinini tashkillash va jang maydoniga yurish qilish. Shu kuni Rasululloh sahobalar bilan urush va uning strategik tadbirlari ustida ancha-muncha bosh qo'shib olgandan keyin Madina xalqi bilan juma namozini birga o'qidi. U juma xutbasida jamoatchilikka nutq so'zlab va'z nasihat qildi. Umumiy xalqni safarbarlikka kelib, jangovar va jiddiy holatda turishga chaqirdi. Musulmonlarga ular sabrlik, subotlik va irodalik bo'lsalar, g'alaba nusrat mansub bo'ladiganligini uqtirdi hamda hammaylan birlikda tajovuzchilarning adimini berishga chaqirdi. Ko'pchilik Rasulullohning bu chaqirqidan mamnun bo'lib, ko'z yosh qilishdi va xushnud bo'lganligini bildirishdi. Juma namozidan keyin kishilar to'p-to'p bo'lib yig'ilishga boshladi. Madinaning yuqori tarafidagi aholilarmo kelib bo'ldi. Uningga qadar namoz asrning vaqtimi kirib qoldi. Rasululloh musulmonlar bilan asr namozini o'qidi. Ondan Abu Bakr va Umarni boshlab uyga kirib ketdi. Ular uyda Rasulullohga salla va jang kiyimlarini kiygizdi. Shuning bilan Rasululloh 2 soatni qo'shlab kiyib, qilichini yonga esib, to'liq qurollangan holda musulmonlarning oldiga chiqdi. Buninggacha kishilar Rasulullohning tezroq chiqishini taqozolik bilan kutib turibdi. Chunki Sa'd ibn Ma'az bilan Usayd ibn Huzayr ko'pchilikka tap qilib, "Rasulullohni dushmanning oldiga chiqishga zo'rildinglar. Bu ish obdan bo'lmadi. Ixtiyorni Rasulullohga qo'ysak yaxshi bo'ladi", degan. Shunga ular Rasulullohga oldi pashlik qilib salganliklariga pushaymon qilishib, Rasululloh chiqib bir nima desin, deyishib turgan edi. Rasululloh hujrasidan 2 sahobasini agashtirib, to'liq qurollangan holda chiqib keldi. Ular: "Ey Rasululloh, sening fikringga qo'shilmaslikqa haddimiz emas ekan. Shunga o'zing chaqlab buyruq qilgin. Agar Madinada turishni yoqtirsang, shunda qilayli", deyishdi. Bu chaqda Rasululloh ularga: "Payg'ambar bo'lgan kishi
urush kiyimini kiyib bo'lgandan keyin Alloh uning bilan dushman o'ttirsini bir taraf qilmoqcha uni silib tashlashga bo'lmaydi, dedi. Ondan qo'shinni ratga silib, ularni 3 qismga bo'ldi. Birinchi muhojirlar qismi. Bularning ilmini Abuddar jamoatidan Mus'ab ibn Umayrga tutqizdi. Ikkinchi Avs ansorlar qismi. Bularning ilmini Usayd ibn Huzayrga tutqizdi. Uchinchi Xazraj ansorlar qismi. Bularning ilmini Hubbab ibn Munzirga tutqizdi. Qo'shin zabardast 1000 kishidan tarkib topdi. Ularning ichida 100 savutliq va 50 otliq bor edi. Yana bir so'zda 1 otliq yo'q edi deyilgan. Madinada o'z o'rnida jamoatchilikka namoz o'qib berishga va shahar ma'muriyatiga Abdullah ibn Maktumni belgiladi. Ondan qo'shinga qo'zg'alishga buyruq berdi. Qo'shin shimol tarafga qarab yo'lga chiqdi. Sa'd ibn Uboda bilan Sa'd ibn Ma'az ikkisi to'liq qurollanib Rasulullohning yonida hayvat bilan qadam tashlab ketib boradi. Qo'shin Madina ko'chalaridan ayrilib Saniyatul Vida degan joydan o'tib edi. Xili yiroqda islom qo'shinidan ayrim sarxil bir qo'shinning shu yo'nalishda qora ko'rinish kelayotganligi ma'lum bo'ldi. Rasululloh bu kimlar deb so'radi. Ular Xazraj qabilasining ittifoqdoshlari bo'lgan Yahudilar ekanligi, mushriklarga qarshi urushga qatnashishga chiqqanligi xabar qilindi. Shuning bilan Rasululloh ular musulmon bo'ptimi deb so'radi. Sahobalar yo'q, ular musulmon bo'lgani yo'q, dedi. Rasululloh kofirlardan mushriklarga qarshi yordam so'rashga bo'lmaydi deb ularning bu safga qetilishiga ruxsat qilmadi. Qo'shinni ko'zdan kechirish. Rasululloh Yahudilar qo'shini masalasini bartaraf qilib bo'lgandan keyin yo'lni davomlashtirib, Sheyxon deb atiladigan bir yerga borganda qo'shinni to'xtatib, qayta ratga silib ko'zdan kechirdi. Yesh kichik jang maydonining jafolariga taqat qila olmaydi deb qarg'onlarni qaytirib etdi. Qaytirilganlar ichida Abdullah ibn Umar ibn Xattob, Usama ibn Zayd, Usayd ibn Zuhayr, Zayd ibn Sabit, Zayd ibn Arqam, Araba ibn Aws, Amri ibn Hazmi, Abu Said Khudri, Zayd ibn Haris Ansari va Said ibn Habba qatorliqlar bor edi. Zikr qilinishicha, ular qatorida yana Bara ibn Azibmi bor ekan. Biroq uning Sahihul Buxoriydagi hadisi uning jangga qatnashganligini ko'rsatdi. Rasululloh Rafi ibn Xadij bilan Sumra ibn Jundubga ularning yeshi kichik bo'lsa-mu, urushga qatnashishga ruxsat qildi. Sababi Ibn Rafiya ibn Xadij usta mergan edi. Uning bu alohidligini nazarda tutib, jangga qatnashishga ruxsat qilgan edi. Buni ko'rgan Sumarra ibn Jundub o'rnidan turib, "Men Rafi'dan kuchlik, chelishsam uni cho'qim yiqitib etaman", dedi. Rasululloh bu gapni anglab kulib soldi va "Undaq bo'lsa, ko'z oldimizda chelishib yiqinglar", dedi. Rafi ibn Xadij va Sumra ibn Jundub ikkisi o'rnidan turib, beldin shundoq bir tutishdida, hash-bash degicha Sumra ibn Jundub Rafi'ni yiqitib tashladi. Buning bilan Rasululloh Sumra ibn Jundubga urushga qatnashishga ruxsat qildi. Uhud tog'i bilan Madina oraliqidagi qo'nalg'u. Mushu yerda kech kirib gugum tushib qoldi. Rasululloh qo'shin bilan namoz shamni o'qidi. Orqadan xubdan namozini o'qib, shu joyda qo'nib qoldi va 50 kishini tanlab qo'shin tushgan bargoh atrofini qo'g'dashga qo'ydi. Ular shu atrofda aylanib yurib, qorovullik qildi. Bularga Muhammad ibn Maslama, ya'ni Ka'b ibn Ashrafni o'ltirish harakatidagi bidoilar boshlig'ini mas'ul qildi va Zakwan ibn Qays maxsus Rasulullohni qo'g'dashga mas'ul bo'ldi. Abdullah ibn Ubay va uning odamlarining osiylik qilishi. Rasululloh tong yurishdan sal ilgari qo'zg'alib bir mahal yo'l yurdi. Bir chaqda Shavt degan bir yerga yetib berdi. Tong yurib bomdod namozining vaqti bo'ldi. Shuning bilan u bu yerda to'xtab bomdod namozini o'qidi. Bu chaqda Rasululloh dushmanga xili yaqin joyga kelib qolgan bo'lib, har ikki taraf bir-birini aniq ko'ra oladi. Dal mushu yerda munofiq Abdullah ibn Ubay musulmonlarga osiylik qildi. U: "Biz qachongacha o'zimiz o'limga tutib berib yuramiz? Allohning elchisi bo'lgan kishimi o'z fikrida ching tura olmay, boshqalarning isiga kirib ketdi", deb yo'qolang bahon sabablarini ko'rsatib, askarlarning 3dan 1 qismini, ya'ni 300 dak jangga yaraydigan kishini qaytirib ketdi.
Shak shubhisizki, uning bundaq xalqiliq paytda osiylik qilishi hargiz bu munofiq aytgandek Rasululloh o'z fikrida ching turolmay boshqalarning gapiga kirib ketganlikdan bo'lgan emas. Agar ish degandek bo'ladigan bo'lsa, islom qo'shuni bilan mushi yerga qadar hargiz birga chiqmagan bo'ladi. Balki uning aytqini bahona bo'ladigan bo'lsa, musulmonlar Madinadan qo'zg'algandila qo'shindan ayrilib qolsa bo'ladi. Biroq uning mushi yerga qadar islom qo'shunining oldingi sepiga tizilib kirib, mushundaq alqiliq paytga kelganda qo'shinga osiylik qilib, jang oldidan chekinib chiqib ketishidagi maqsadi dushmanning ko'ziga ko'rsatib, qo'lqiga anglatib turib, musulmonlar qo'shuni ichida ma'lumotchilik va ideyaviy davolg'ish paydo qilishdan iborat. Shundaq qilgandila islom qo'shunining ko'p qismi Rasulullohni tashlab ketib qoladi-da, qolganlarning ruhi tushib, irodasi bo'shaydi. Aksicha, bundaq manzarni ko'rgan dushman taraf qiyin-qiniga botmay qoladi. Natijada bu vaziyat Rasulullohni chin dilidan sevguchi samimiy oqko'ngil sahobalarni yo'qotishga foydali bo'ladi. Ular yer yuzidan g'oyib bo'lsa, Madina tavasidagi arzimas huquq riyosatchilik deganlar ashu munofiq va uning yaloqchi qo'lchimoqchilarining qo'lga qaytib kelishiga sharoit hozirlanadi. Amaliyotda bu munofiq ko'zlagan maqsadiga yetkili tas qoldi. Avs qabilasidan Bani Haris aymiqi va Xazraj qabilasidan Bani Salima aymiqi qatorliq ikki jamoat kishilari chekinib qaytmoqchi bo'ldi. Lekin Alloh bu ikki qabila kishilarini o'z panohida saqladi. Ular ideya jihatda qattiq ezib, ichki tashqi ig'volarning ozdirishi bilan Rasulullohni tashlab chekinib qaytish irodasiga kelib bo'lgandan keyin to'xtab qolishdi. Bular haqida Alloh taolo mundoq deydi: O'z vaqtida sizlardan ikki guruh, ya'ni Salama aymiqi bilan Bani Harisa aymiqi ojizlik ko'rsatmoqchi, ya'ni qo'rqib urush maydonidan qaytmoqchi bo'ldi. Allah ularning madadkori edi. Mu'minlar jami ahvoli va jami ishlarida Allohga tavakkul qilsin. Qur'oni Karim Sura Ali Imron 122-oyat. Abdullah ibn Haram radhiyallohu anhu, ya'ni Jabir radhiyallohu anhuning otasi bu munofiqlarga mushundaq jiddiy paytdagi majburiyatni eslatib qo'ymoqchi bo'lib, ularning keynidan bordi va ularga safga qaytish to'g'risida chiroyli nasihat qilib, "Qaytinglar, Allohning yo'lida urush qatnashinglar. Hech bo'lmaganda mudofiada bo'lsa-mu turib beringlar" deganda ular, "Biz urush bo'ladiganligini bilsak qaytmaydiq. Endi bu yerga kelib bo'ldik" deb yuz o'rib minishdi. Shuning bilan Abdullah ibn Haram, "Alloh sizlarni yiroq qilsin. Ey Xudoning dushmanlari, Alloh o'z payg'ambarini sizlarning yordamidan cho'qim behojat qilg'usi" deb qo'yib qo'shinga qaytdi. Bu munofiqlar haqida Alloh taolo tuvandagi oyatni nozil qildi. Va munofiqlarni bilish, ya'ni ayirish uchundirki, ularga "Kelinglar, Alloh yo'lida urush qilinglar yoki o'zinglarni qo'g'danglar" deyilsa, ular "Urushdan xabar topgan bo'lsak, albatta sizlarga agishatdik. Ya'ni sizlar bilan bir safda turib urush qilatdik" dedi. U kunda ular iymonga qaraganda kufrga yaqin edi. Ular ko'ngillarida yo'q narsalarni og'izlarida dedi. Ular uyushirganni, ya'ni nifoq bilan mushriklikni Alloh obdan biladi. Sura Ali Imron 167-oyat. Islom qo'shuni Uhud tog'ida. Abdullah ibn Umay boshchiligidagi munofiqlar guruhi musulmonlarga qiyin paytda osiylik qilib, jang maydonidan chiqib ketgandan keyin Rasululloh qolganlar bilan dushman tarafga qarab yo'lni davomlashtirdi. Mushriklar qo'shunining bir qancha joydagi harbiy bargohlari Rasululloh bilan Uhud tog'i orliqini to'sib turadi. Shunga u, "Kim bizni dushmanga uchrashtirmay ularning orqa tarafiga boshlab chiqa oladi?" dedi. Abu Haysama, "Men boshlab chiqay ey Rasululloh" deb qo'shinning oldiga o'tib yo'l boshlab mangdi. U dushmanning bargohini kun petish so'l tarafga tashlab, o'ng qo'lni besib mengib, Bani Harisa aymiq tavasidagi toshliq va etizliqlar bilan Uhud tog'iga chiqqili bo'ladigan bir chig'ir yo'lni bo'ylab mangdi. Qo'shin bu yo'l davomida ko'zi ko'r munofiq Mirba ibn Qayzining beg'idan kesib o'tishga to'g'ri keldi. U islom qo'shonining hovlisiga kirganligini sezgandan keyin qattiq chalvoqab, musulmonlarning yuziga to'p chechib ahonat qilg'ili turdi. U mundoq deydi: "Har qancha Rasululloh Allohning payg'ambari bo'lsangmi, beg'imga kirishga yo'l qo'ymayman." Bu gapni anglab bir necha kishi uni o'ltirgili qilishlarini shimoylab borgan edi. Rasululloh, "Uni o'ltirmanglar. U degan dili ko'r, ko'zi qorig'i odam ekan" dedi. Rasululloh
qo'shin bilan bu yerdan o'tib, vodiyning Madinaga yiroq chetidagi Uhud tog'i bag'riga berib tushdi. Natijada dushman qo'shini musulmonlar bilan Madina o'ttirisida fasil bo'lib turdi. Mudofaa plani. Bu yerda Rasululloh qo'shinni safarbar qildi va ularni sapga tizib, jangga tayyor turg'izdi. Ondan 50 tak o'qyachi marganni tanlab, o'qyachi qism tashkilladi va oldingi yili Badr urushi qatnashgan Abdullah ibn Jubayr ibn Nu'man Ansariyni bu qismning qo'mondoni qilib tayinladi. Ondan ularni Qanot vodiysining janub qirg'og'iga musulmonlar qo'shini qo'mondonlik shtabining sharqi janubiga taxminan 150 metr yiroqlikdagi tog'. Tövanda bu tog' o'qyachilar teg'i deb atiladi. O'qyachilar teg'i ustidan o'rin olishga buyurdi. Buningdan maqsad Rasululloh o'qyachilar qismiga aytgandek, dushman otliq qo'shinining orqadan hujum qilib zarba berishini to'sish edi. Rasululloh bu qismning qo'mondoni Abdullah ibn Jubayrga alohida topilib, bizni o'qya kuchi orqali dushman otliq qo'shinining orqadan zarba berishidan qo'g'dig'in. Ular orqa tarafimizdan kelolmasin. Mayli g'alba qilayli, mayli mag'lub bo'layli, sen o'rningdan ayrilmag'in. Biz bu tarafdan xotirjam bo'layli, dedi. Ondan o'qyachilarga umumyuzlik buyruq qilib, sizlar orqa tarafimizni obdan qo'g'danglar. Biz mayli yengayli, mayli yengilayli, koringlar bo'lmasin. Yana bir rivoyatda mag'lub bo'lsak yordamga kelmanglar. G'animat olg'ili boshlasak yig'ishib berayli demanglar, dedi. İmam Buxoriyning rivoyatida Rasululloh ularga: "Garchi bizning jasadlarimizni yirtqich qushlarning titib yeganligini ko'rsanglarmi, men odam avatmigicha o'rninglardan ayrilmanglar. Mayli g'alba qilib dushmanning gajgisiga qilish ursaqmi, men odam avatmigicha o'rninglardan ayrilmanglar" degan edi, deyilgan. Rasululloh bu qismni yuqorqidek kaskin ham qat'iy harbiy buyruqlar bilan bu strategik o'rni muhim taqqa o'rinlashtirish orqali mushriklar otliq qo'shinining musulmonlarga orqadan hujum qilib, piyodaliklar qismi oldidan hujum qilib, tang qo'l selish va qo'rshab yo'qotish ehtimoli bo'lgan birdan-bir cho'ng yo'chuqni atdi. Ondan qolganlarni qismga bo'lib, o'ng qanot qismga Munzir ibn Amrini, so'l qanot qismga Zubayr ibn Avvomni qo'mondon qilib tayinladi. Miqdod ibn Aswadni Zubayr ibn Avvomga yordamchi qilib berdi. Zubayr ibn Avvom boshchiligidagi qismga asosligi Xolid ibn Valid boshchiligidagi dushman otliq qo'shiniga taqobil turish vazifasi topshirildi. Qo'shin ichidan bir bo'lik botir azmatlarni tanlab, oldingi safga o'rinlashtirdi. Bu haqiqatanmi to'g'ri va inchga o'rinlashtirish bo'lganiki, buningda Rasulullohning harbiy ishlarga yetakchilik qilishdagi qobiliyati yana bir qatam namoyon bo'ldi. Har qanday bir harbiy olim mayli uning iqtidori qanchalik yuqori bo'lib ketsin, buningdan puxta va tafsiliy o'rinlashtira olishi natoyin. Alayli Rasululloh urush maydoniga dushman qo'shinidan xeyli keyin yetib kelgan turug'liq jang qilishga eng aplik joyni tanlab egalladi. Orqa va o'ng tarafini egiz taqtizminlar bilan atdi. Sol tarafidagi yuz berish ehtimoli bo'lgan tuzdanlik xavfi bo'shliqini o'qyachilar qismini o'rinlashtirish bilan to'ldirdi. O'zining qo'mondonlik shtabi uchun tasaddiviy musulmonlarga mag'lubiyat yuzlanib qolsa, dushmanning qo'g'lab zarba berguchi qismining changaliga tushib qolmay qechib mudofiani olg'ili bo'ladigan, ammo dushman taraf bu joyni egallamoqchi bo'lsa, og'ir talofatga uchraydigan o'rni egiz strategik bir joyni tanlab bekitdi. Dushmanlarni bo'lsa, ular musulmonlarga mag'lub bo'lgan taqdirda musulmonlar qo'g'lab zarba berguchi qismining changalidan qechib qutula olmaydigan to'van bir o'ymonlikda qoldirdi. Shundaqla qo'shinning askariy jihatdagi ozliqini sahobalar ichidagi yaramliq, botir azmatlardan bir bo'lik kishilarni tanlab oldingi safga o'rinlashtirish orqali to'liqladi. Mana mushundaq qilib, Hijriyaning 3-yili Shavvol oyining 7-kuni shanba sahar Madina qo'shinining jang tayyorligi asosiy jihatdan bitdi. Rasulullohning qo'shinga jangovarlik ruhi baxsh etishi. Rasululloh qo'shinni toki o'zi buyruq tushirmagicha aldirab qo'l selishdan to'sdi. Ustiga 2 savotni qo'shlab kiyib, jangovar qiyofat bilan ularning oldiga chiqib, urushga rag'batlantirdi va amaliy kuch chiqarib, dushmanga yo'liqqanda qat'iy subatliq va jasorat ko'rsatishni talab qildi. U qo'shinning jangovarlik ruhini urg'itib, qo'lidagi yaltirab turgan qilichini pulanglatib, "Kim bu qilichni qo'liga ilib, uning haqqini o'z joyida ado qila oladi?" dedi. Bir qanchaylan ularning ichida Ali ibn Abu Talib, Zubayr ibn Avvom, Umar ibn Xattoblar bor edi. "Men ey Rasululloh" deb oldiga chiqdi. Rasululloh ularning hech qaysisiga tex ifoda bildirmagan edi. Abu Dujana,
asli ismi Simak ibn Xarshana sabtin chiqib, "Ey Rasululloh, bu qilishning qanday haqlari bor?" deb so'radi. Rasululloh: "Toki dushman orqaga chekinguncha to'xtamay ursan. Uning haqqi shu." degan edi. Abu Dujana: "Undaq bo'lsa, menga bergin. Uning haqqini men ado qilay", dedi. Shuning bilan Rasululloh bu qilishni Abu Dujanaga berdi. Abu Dujana jangxumor, botur azmat edi. U jangni ko'rsa tanlari yayrab, yuraklari o'ynab ketadi. Uning bir qizil balbig'i bor bo'lib, u heliqi balbog'ni beshiga o'risila, kishilar uni o'lim uchun urushmoqchi deb biladi. Bu qitim u Rasulullohning qilishini qo'liga elibla, heliqi qizil balbig'ini beshiga o'ridi va takabburona qiyofatda o'ttirg'i chiqib, salmoq qadam tashlab, saplarni aralab mengib chiqdi. Rasululloh bu chaqda: "Alloh uning bu mengishlarini mushundaq o'rinda yoqtirdi", dedi. Makka qo'shinining jang tayyorligi. Ammo mushriklar tarafmo qo'shinlarni harbiy intizom bo'yicha o'rinlashtirdi. Abu Sufyan qo'shinning oliy bosh qo'mondoni bo'ldi. O'ng qanot qismiga Xolid ibn Valid, u bu chaqda texi mushrik edi. Sol qanot qismiga Ikrama ibn Abu Jahl, piyodaliklarga Saffon ibn Umayya, o'qiyotchilarga Abdullah ibn Rabi'alar mas'ul qo'mondan bo'ldi. Alam Abduddar jamoatidan subatliq deb tanilgan bir turkum kishilarga topshirildi. Alamdorlik shu jamoatning Abdumanafning avlodlarining buvisi Qusay ibn Kilobdan miros qolgan amal mansablarni bo'lishib olgandan beri o'tab kelayotgan ota miros vazifasi edi. Ajdoddan avlodga miros qolgan tarixiy an'anaga hurmat qilib, hech kishi bu imtiyozni tortib olishga petin olmaydi. Lekin bu qitim qo'shinning oliy rahbari Abu Sufyan ibn Harb bu jamoat kishilarining g'azab nafratini qo'zg'ab, o'g'zini echishtirib, irodasini chingitish maqsadida Badr vaqasida Qurayshlarga yetgan ig'ir talofatni shu jamoatdan bo'lgan alamdor Nazir ibn Harisning musulmonlarga asir tushib qolganligiga bog'lab mundoq dedi: "Ey Abduddar jamoati, alamni Badr kunimi sizlar ko'targan edinglar. Ko'rib turibsizlar, Badrda bizga ig'ir talofat yuzlandi. Qo'shinning hayot mamoti alamga bog'liq. Alam yiqilsa qo'shin yiqiladi degan gap. Shunga alamni ching tutib bizni xotirjam qilinglar yoki uni bizga o'tkazib beringlar, biz sizlarni xotirjam qilaylik." Abu Sufyan bu qitim chotni dal joyida so'qqan edi. Abduddar jamoatining odamlari uning gapidan qattiq g'azablanib, norozi bo'ldi va uningga yupurilib tahdid selib: "Texi biz alamni sang topshirib beramizmi? Bizning nima qiladiganligimizni urush bo'lganda ko'rgin", deyishdi. Abduddar jamoati o'z va'dasiga haqiqiy amal qildi. Ular jang rosa keskinlashib, asosliq yo'qotish nishoni qilingan ahvoldami jon jahli bilan chang turib, oxiri hammasi yo'qotildi. Quraysh doiralarining siyosiy hujum qo'zg'ishi. Jang chaqmoqi chiqilish oldida Quraysh doiralari musulmonlar qo'shinining birligini parchalash va ularning sepida bo'lgunchilik va ittifoqsizlik tug'dirish uchun bir maydon siyosiy hujum qo'zg'adi. Dushmanning oliy rahbari Abu Sufyan ibn Harb ansorlarga maktub etib, "Bizga o'z pushtimizni topshirib beringlar. Biz qaytib ketaylik. Sizlar bilan urush niyatimiz yo'q", dedi. U bu gapi bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni demoqchi. Lekin tog'dek mustahkam iymon oldida bundaq hiyla nayranglar nimaga kor qiladi? Ansorlar Abu Sufyonga javob qaytarib qattiq dakkisini berdi va qulqiga anglatib ahonat qildi. Soat yaqinlashib, ikki taraf devaylab kelmoqda edi. Quraysh doiralari oldinqiga o'xshash yana bir maydon siyosiy hiyla nayrang o'yini o'ynadi. Xoin Abu Amir, asli ismi Abdu Amr ibn Sayyib, jaholiyatda u rohib deb ataladi. Rasululloh uni fosiq deb atagan. U ansorlarning Avis qabilasidan bo'lib, jaholiyatda xeyli hurmatlanadi. Madinada islom dini umumlashib edi, u buningga chidamadi va Rasulullohga qarta adovat e'lon qilib, Madinadan chiqib ketdi. Ondan Udul Makkaga berib, Quraysh doiralari bilan eg'iz burun yalishib, Rasulullohga qarshi urush qo'zg'ashga chaqirdi hamda ularga: "Mening qavmim sizlarni boshlab chiqqanligimni ko'rsa, cho'qim Muhammadni tashlab biz tarafga o'tidi", deb da'vo qildi. Ondan u tunji bo'lib Oqqun Habashilar va Makkaning yollanma askarlar qatoriga o'zini tizimlatib, musulmonlarga qarshi urushga qatnashgan edi. U unlik to'lidi va uning qavmiga tunishlik berib: "Ey Avis jamoasi, men Abu Amir bo'laman", dedi. Avis qabilasining odamlari uningga: "Yaxshilik ko'rmagaysan, ey fosiq", deyishdi. Abu Amir: "Isit qavmim, mendan qilib qattiq buzilibsizlar", dedi. Keyin u urush rosa qizg'anda alaytan
o'z jamoatini izlab tepib, shularga qilish tangladi va tosh otdi. Mana mushundaq qilib Quraysh doiralarining musulmonlar sepiga tafriqchilik selish uchun qo'zg'agan ikkinchi qatimliq siyosiy hujumi barbod bo'ldi. Qurayshlarning bu hiyla nayrang o'yinlarini o'ynashi son va sifat jihatda musulmonlardan ko'p ustun bo'lgani bilan yanada qo'rqinch va vahimadan yuraklari pulanglab, xavfsirab ketganligidan derak beradi. Quraysh ayol askarlarining jang qizg'inligini yuqori ko'tarishi. Quraysh ayol askarlari bu qitimqi harakatda o'z rolini to'liq joriy qildirdi. Abu Sufyanning ayoli Hindi binti Utba bularga yetakchilik qiladi. Ular jang saplarini aralab yurib, g'azal aytib, usul o'ynab, dab chelib, askarlarning jangovarlik irodasini yuqori ko'tardi va urushga qiziqtirib, qaram talvalarning qahri g'azabini, qilichvoz va muborizchilarning qinini qizitdi. Ular birdam alamdorlarga qartib she'r o'qisa, yana birdam qo'shinga umumyuzli xitob qilib she'r o'qatdi. Ushbu yo'lda qini aqan tuproqlarga japa chekkan bu din uchun